Qiynapamni do'yinga tortma desam, siz men chechimni o'ngishmay turib do'yinga tortam, siz meni deb men bilan so'qishyotdi. Asli ovozini qo'yib turmay qizlar anglanglar. Chechimni o'ngishib olay dedi deyman. O'zi o'ngishib berib chiqsa deydi. Ashtami? Deydi, o'zi o'ngishib chiqsa bu. Oqlab qo'ppan pet chiqibdi deb. Do'yinga cho'ng narsa deb papa. Chiqalasi deydi, deymi o'zi o'ngishib chiqqan bo'lsa. Ha, to'g'ri. Apamning fulsillar chiqamasmi? Ney? Nasıl bu yalğını? Biraz yasinib chiqdi. Yani o'zi o'ngishib chiqmabdi, yog'lig'im oyoqda, o'zi oyoqda. Oddiy yerlardan qo'shanliqni tepib kulalaymiz, oila ayol bo'lsak o'zimizni yasab yuralaymiz deb qiynapam mana birdamdan o'chirib o'zini o'ngshab chiqib qoldi do'yinga. O'chaqa o'tni tashlab, filmimni boshlab, sinsillarimning ko'ngliga ma'naviy oziq bo'lishni boshlab. Men yana kelib qoldim. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelin Miyasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Taranch kelin, Paranch kelin deb qiziq paranchlarimni olib keldi. Bir kunlar ba o'rgilib ketgidek, bir kunlar ba o'lib ketgidek deb vallahi ba'zi kunlar ximilarni yug'urib butun ishtiyoqimiz bilan tomoqlarni yetib ketganimiz bilan, mo'shta ba'zi kunlar tomoq ichishlar xo'sh yoqmaydigan, mo'shta bir yalak berib tomoqlarni yeb keldigan, shularni o'ylab qolamiz ekanda. O'zinglar bilasizlar, mening yo'ldoshim unda uya bir yalak berib menga deb zamonaviy tomoqlarni yig'izib kelmaydi. Men sal qo'pal oshqonlarni cheqib qo'ysam, yoki bo'lmasa oshqonlarni chiroyli qochqimishdan cheqib qo'ysam, 100 tikilib ketadi deb o'ylamdikin. Ikkimiz yolg'iz bir yalak berib tomoq yeb kelsak, opam bilan dodam ikki bola uyda qamamda yolg'iz qilib borsak, birga boraylik, bo'lmasa bo'ldi qilayli degandek bolalar bu eng romantiklik tutmagandikin men deymadinglar. Voy bo'ptilar. Voy jon bir berib poppada qilib tomoqni yeb kelgan bilan machonlar bolalar qarab o'tirdi ekan. Undan ashu yerga xayjigan pulimizni kichkin bir vaqt tomoqni umdira qilib etib bolalar bilan cho'nglar bilan daqam turib etayli deb o'ylab qoldik. Shunlar nemetimiz deb o'tasak, dadam narni temsa ya bolam deydi. Shunlar ha bo'ladi bu tomoqni matmagani xeyli o'pdi ekan deblam ozroq go'shtni silib narni etishni boshlab ketdik. Taranch kelinning xeme jug'ag'iz kemiz tayyorlanib akirdi deb bolalar bilasizlar qo'y ham demamiz tayyor yomon ko'nib oldim yiqinib ya o'rinlig'im tutgan kunlarda. Shuning bilan tayyor xemeden ishkinlar akirdim bolalar narning cho'pi desam ba'di birdan oy bir soatning o'rlig'ida yoyib o'tog'ich birdamda et yutmay ekan bu tomoqni deblam mening etim hofiz birdamda qo'limni pokizga ba'damda cho'ntirib tayyor xemevlarni bu yangi narini bir taraf qilib atgani boshladim. Shunda qilib avval bizning g'ulji padistamda narini mushtaytini sizlar tarafda qanday aytirkindan qizlar o'rtaqlashib qo'yaylik. Biz shu go'shtni silib, anandan keyin go'sht qaynaydigan vaqtda ma yuzida ko'pikchilar qaynasa ilib yutamiz emas. Mozan qaynag'ich beshida qarab turunjimi bolam deydi, beshida qarab turma deb telefon qarab turibdi madanglar. Shuning bilan qozon qaynab bo'pti. O cho'rsiga chiqadigan ko'pikning hammasi qozondan cho'rsiga choplish bo'pti. Bir taldan qirib yurib, qozondan cho'rsiga chiqib qolgan, chiqib laylab qolgan shunday ko'piklarning hammasini elib atgandan keyin ondan piyoz, chamg'or, savza mush uchini ushaq to'g'rab, andan keyin savza chamg'orlarni mana mushalatni to'g'rab, qozondan chiqib seplab atdim balla. Ondan yana bir tal piyoz ushaq chanaymiz ekan.